Bugun prezidentimizning ishonchlari yana bir marta oqlandi. Humo arenasida 5 ta boksyorimiz, 5 ta MMAchimiz hammasi o'zini 5 ta raqibini toza nokaut holati bilan yutib berishdi. Mana prezident ishonchi yokida shuncha assotsiatsiyalarning mehnatining mevasi bugun barcha yutgan o'sha boksyor MMAchi akalarimizga biz rahmat aytamiz. Bayrog'imizni tepaliga ko'targaninglar va shuncha butun xalq oldida yuzimizni, yuzinglarni yorug' qilib yutib berganingiz uchun Xalq ta'dil rasmiy kanali, Taftish.uz ommaviy axborot vositasi agentligi tomonidan va shuningdek barcha o'zbeklar nomidan sizlarga rahmat aytaman. O'zbeklar, mana bugun Humo arenasida o'yin bo'ldi. 5 ta bizning MMAchi akalarimiz, sportsmenlarimiz chiqib 5 ta ham toza hamma raqiblarini nokautga uchratib, butun zalni dodlattirib olishdi. Bu video Xalq ta'dil rasmiy va Taftish.uz ommaviy axborot vositalari uchun maxsus olindi va shu videoni ko'rayotgan barchadan Olg'a O'zbekiston deb yozib ketishingizni iltimos qilamiz. Olg'a O'zbekiston, gap yo'q.